Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli YouTube va chorva kuzatuvchilari, ishqibozlar, hurmatli obunachilar. Videoni oxiriga ko'rib turinglar, xudo xolasa, sizlarga bitta kontentlar qilib ulashmoqchimiz, chunki sizlarga ham foydasi juda katta ekanlar. Videoni oxiriga ko'rib turib, video davomida like tirs bosib, kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib turinglar. Bu video sizlarga foydalaringga bo'ladi. Xo'p, akalar, xudo xolasa hozir bitta videoni sizlarga ham ko'rsatib taqdim etaman, o'zlaringiz ham guvoh bo'lasizlar. Akalar, bir dona qo'y 10 yil davomida 1024 ta bo'lar ekan. Xo'p, akalar, sizlar ham guvoh bo'linglar, akalar, mana shu video ekan mana. Dunyodagi eng barokatli jonzot bu qo'y ekan. Bir dona qo'y 10 yil ichida 1024 ta qo'y bo'ladi ekan. Chorva boqish kerak akalar. Xo'p, akalar, xudo xolasa mana o'zlaringiz ham guvoh bo'ldilaring. Shuni ham sizlarga akalar taqdim etib ulashmoqchi bo'ldik. Videoni oxiriga ko'rib turing. Mana bu do'stimiz qo'y sohasiga akalar tushunmaydi, chunki uylarda 5-6 do'stlar qo'y boqib yuradigan dehqon ukamiz akalar. Men o'zim savdoda yurgan bolaman akalar, shu savdo bilan shug'ullanaman. Xudo xolasa videoni oxiriga ko'rib turing. Do'stim, mana shu video 1 yil davomida bitta qo'y 10 yil davomida 1024 ta bo'lar ekan deyishyapti. Men sizga hisoblab tushuntirib bermoqchiman, o'zingiz ham hisoblaysiz, shuni guvoh bo'lasiz. Chunki siz bunaqa bo'lishi mumkin emas dedingiz, to'g'rimi? Hisoblamay turib. Bular bekorga aytmagan. Xo'p, men aytib beraman, siz hisoblaysiz. Xo'p, 1 yilda bitta qo'y nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Xo'p, 2 yilda 2 ta qo'y nechta bo'ladi? 4 ta bo'ladi. Xo'p, 3 yilda 4 ta qo'ychi? 8 ta bo'ladi. Xo'p, 4 yildachi? Xo'p, 4 yilda 16 ta bo'ladi. 16 ta bo'ladi. 5 yildachi? Xo'p, 5 yilda 32 ta bo'lyapti. 5 yilda 32 ta bo'ladi. 6 yilda nechta bo'ladi? 6 yilda 64 ta bo'lyapti. Xo'p, 7 yilda qancha bo'ladi? Xo'p, 7 yilda 128 ta bo'ladi. 128 bo'ladi. 8 yilda nechta bo'ladi? 8 yilda 256 ta bo'ladi. 256 ta bo'ladi. 9 yilda nechta bo'ladi? Xo'p, 9 yilda 512 ta bo'ladi. 512 ta bo'ladi. Xo'p, 10 yilda nechta bo'lar ekan? 10 yilda 1024 ta bo'ladi ekan. Bular bekorga aytishmadimi? Noto'g'ri hisoblanmaganmi? Shunaqami? Chorvada baraka qanaqa ekan? Chorvada baraka, obunachilar. Juda chorva barakali, qo'y boqinglar, hammalaringlar. Akalar, bu qo'ydi sohasida akalar, bu o'zimizning payg'ambarlarimiz ham shu sohada yurishgan. Shu chorva boqib, tirikchilik qilib, shu dehqonchilik qilib akalar, xudo xolasa tirikchilik qilgan. Biz ham mana shu chorvadamiz akalar. Xudo xolasa sizlar ham yomon bo'lmaysizlar. Akalar, qo'yda baraka juda katta. Xudo xolasa qo'y boqinglar, chorva bilan shug'ullaninglar akalar. Bitta qo'ymas akalar, hammaning o'zining sohasi bor. Kimdir molga yaxshi qarar, molni yaxshi boqadigan bo'lishi mumkin. Kimdir otni boqishi mumkin, kimdir parranda boqishi mumkin. Akalar, ozgina mehnat qilib, qaysi ishga qo'l ursalaring akalar, Xudo hammaga yetkazadi. Xudo xolasa mana chorvada baraka juda katta akalar. Faqat qo'y boqinglar demaymiz akalar. Biz sizlarga shuni ham isbotlamoqchi bo'lib, nima deymiz? Vaqtlaring bekorga ketmasin akalar. Uyingizga 2 ta qo'y tashlab qo'ying, Xudo xolasa bu ham daromad qiladi akalar, o'zingiz ishlasangiz o'zingiz ham daromad qilasiz. Bu o'zingiz xonadoningizda bu qo'y akalar qo'shimcha daromad bo'ladi. Siz bu yoqqa akalar ko'p rasot qilmaydi akalar qo'y. 1 kunda yesa akalar, 2 ta qo'y akalar 2000-3000 lik yem hashak yeyishi mumkin. Xudo xolasa 2 ta qo'yib qo'ying akalar, Xudo xolasa 3-4 yil boqing, Xudo xolasa sizni to'ydiradi, Xudo xolasa akalar. Akalar, haqiqatan ham bu videoni ko'rib, o'zimiz hisoblab guvohi bo'ldik. Bitta qo'y 10 yil davomida 1024 ta qo'yga ko'payyapti. Hammalaring bu videoni ko'rib, men o'zim chorvaga qiziqishim yo'q edi. Shu videoni ko'rib chorvaga qiziqishim ortdi. Sizlardan ham chorvaga qiziqish, shu videoni ko'rib chorvaga qiziqishlaringni oshirdik degan umiddaman. Hammalaring akalar yurakchani tirs bosib, like-chani komment yozib qo'ysalaring bo'ldi. Va akalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz akalar, xudo xolasa mana shu ukam do'stimiz bilan ham hisob-kitob qilib mana ko'rsatib berdik. Shuni ham sizlarga ozgina ilindik akalar. Ozgina vaqtimiz ketadi, mayli. Xalq ham foydali bo'lsin, xalqqa ham degan maqsadda akalar ozgina video qildik. Shu 2 minut 3 minut ketkizgan vaqtingizga, biz ham ketkizgan vaqtimizga rozimiz akalar, sizlar ham rozi bo'linglar. Poddesh qilib akalar, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib, like-ni tirs bosib akalar, kanalda yangi mehmonlar ko'rib turgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa kanalimiz yangi, shu kanalni rivojlantirib akalar, xalqimizga, elimizga manfaatli videolar chiqarishga to'xtamaymiz akalar. Xudo xolasa sotadigan qo'ylarni ham obzor qilib chiqaramiz akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib pulini yengil qilib chiqarib berishga, xalqimiz mazza qiladigan qilib chiqarib berishga arzon-arzonidan akalar harakat qilamiz. Sizlardan bitta poddeshga, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan shuni so'raymiz xolos akalar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin akalar. Akalar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar akalar, hammalaringga omad. Dunyodagi eng barokatli jonzot bu qo'y ekan.
Bir dona qo'y 10 yil ichida 1024 ta qo'y bo'ladi ekan. Chorva boqish kerak akalar. Chorvada baraka bor.